men ham ish topishim kerak edi. Uyda tasbih bilmay ish topishim kerak. Voy, mana qassob aytmoqchi, yangi qo'shni keldi. Voy, hammaga sozlamaga ketib bugungi videoda men ish topishim kerak bo'ladi. Hozir men qo'shni men bu yerni boshliq ekan. O'tgan videoda ko'rganlaringizdek buni kim yasaganini bilmadik. Topolmadik. Bundan keyingi videolarda toparmiz. Aka, bu yerni kim boshlig'i, umi? Ha, albatta shu. Okey, men shu yoqda shundan so'rab olaman. Meni ham ishga kirgizing deb. Assalomu alaykum. Meni ham ishga kirgizing. Birinchidan va alaykum assalom. Ishga kirgizaman, xo'p. Ana bu sundukdagi narsalarni olib, o'zingdan kirka bor shekilli kirkangni olib, ana sundukdagi narsalarni olib ol. Keyin ishni qilaversang ham bo'ladi. O, rahmat. Bu kerak bo'ladigan, keyin bu ham kerak bo'ladi. Anavi ish haqqing bo'ladi. Anavi bir pachka olmos sening ish haqqing. Bu bir pachka. Mayli, rahmat. Do'stlar, ko'rdingizmi? Bizlarga bir pachka pul beradi. Bugun bir kun ishlasak bir pachka. Ustalar ham boyvachchakan bu yoqda. Okey, men buni to'xtaylar. Okey, men ham ishga tushdi. Mayli. Okey, men o'zimga kirka bilan ozroq non olaman. Chunki yoshga tamay olaman. Voy, bu yerda berkulak ham kerak bo'larkan. Berkulak yerni qazish uchun kerak bo'larkan. Sizlar nimaga asdan? Men seni tayyorlayapman. Bo'ldi. Endi seni tayyorlayapsan. Tez ishlab tashlayman do'stlar. Chunki bu yer qiyin. Ishlash qiyin. Nimaga kirka oldingizlar? Hozir hatto joylashtirib qo'ysak qazish uchun. Shunaqa sayyordan qachon kelarkan? Tez ishlasa tezroq olaman. To'xtaylik, qayerga tashlashim kerak ekan? So'ramadim-ku. Okey, tezroq ishlayman. Tez ishla, tez. Voy, ana aytdim sizlarga qiyshiq qo'yib qo'yishim mumkin deb. Qiyshiq qo'ysanglar bunda qilib buzishinglar uchun oldim. O'z qiyshiq. Yetmay qolsa-chi desanglar, boshqa nima qilasan? Aytmoqchi, bu ishni men
kecha ham so'rab ko'rdim. Video olmayotgandim, lekin u vaqtda do'stlar buni o'zi qolmayman degancha ishlayver dedi. Hozir bu qolmadi, to'g'risini qolmadi. Aytdim-ku qolmadi deb. Sement qachon tayyor bo'larkan? Sement qachon tayyor bo'ladi? Sement qachon tayyor bo'larkan dedingmi? Ha. Uni ikkalamiz o'ralashib uni anavidan so'ra tovushi. odamlar. Okey. Qaysigan? Men aytdim. Ha. Shu sement bir necha soatdan keyin paydo bo'ladi. Soat unda men nima qilaman? Bunda what the fuck? Hali bu yer ham bor. Bu yer ham bor. Qazib turaman shunda. Bu yerlarni qazib turaman keyin videoda. Ollarimiz sementni deydi. Meni video bir necha soat ketolmaydi. Shuning uchun tez qilib tashlayin. Okey, ketdik do'stlar. Bu yoqda to'xta. Sementlar qolmadi, 1 soatdan keyin bitarkan. Ha, unda menga uy qurib berish yo'q, bu mening biznes yerim. Okey, uy qurish deydi. Men uy qurish bo'yicha professionalman-ku. Bunda uy qurib qo'yaman. Kichkinami, kattami? To'xtanglar. Hop. Kichkinami, kattami? Kichkinagina bo'lsa ham bo'laveradi. Okey. Rahmat, bo'ldi. Tez. Voy. Kichkinagina uy deydi. Hozir ko'rsataman qanday uy qurish kerakligiga. Kichkina uy bo'lsa kichkina. O'zi ichini bezab olar. Qayerga qurarsam ekan? To'xta. Qayerga quraman? Meni biznes yerim. Oh my god. Okey, bularni olib tashlayman. Qayerga ketdi? Okey. Buni ham taqib qo'yamiz. Bo'ldi, shunda qilib turadi. Kirgan yeri voy. Bizlar yoqqa qarab turish kerak edi aslida. Hozir bitsa kerak. Bu yer hatto ketdi. Yerga qo'y buni. Buni olib tasha. Menga kichkinagina dedi. Men kichkinagina uy qura olaman do'stlar. Hajmi normalniy dedi. Kichkina lekin normalniy. Bu uyning nomi kichkina. Bu normalniy do'stlar. Voy. Oh my god, video kameram nazariyati ozroq qoldi.
Ё-моё. Do'stlar, unda hammaga xayr. Chunki video kameramning zaryadi. Hop, bular kerak emas. Hozir bu 2000-3000 minutdan keyin o'tsa kerak. Shungacha qurib ulgursam edi. Tez. Hop. Keyingi qismda buni narsasi yoki buni hozir qilib tashlayman. Qorong'i tushib ketdi-yu. Ish haqqimni oldim bu yerda. Bir kunlik ish haqqim mening ko'p ekan, shuning uchun buni keyin buni izini yasayman. Unda ish haqingni olib ol. Rahmat. Ish haqqimni olib olaman. Aytmoqchi, bu yoqdan 2 ta olmos topib oldim, uni ham olib oldim. Mayli. Tez uyimga borib olay. Hop, ustimni qoqib. Bo'ldi. Do'stlar, hamma narsam bor mening. To'xtab turinglar. Hammaga xayr do'stlar. Sizlar bo'lganman Jack YouTube. Mazza qilib uxlay. To'xtinglar do'stlar, izni ham qurib tashlayman. Okay. Men charchamayman umuman. Do'stlar, tong ham otdimi? Yana hammaga salom. Shuni davom etib ketay bu qurishning. Men o'zimni kichkinagina uylar quraman. Odamlarga bunday kichkinagina uylar bitta o'zi yashashga yoqadi. Keyinroq bunga ikkinchi qavatini ham qurib beraman. Keyingi videoda. Bo'pti, sizlar bo'lganman Jack YouTube. Hammaga xayr.